Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Kinosiya radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamiz orqali barliq ko'rurmanlarimizni Ro'za Hit xosiyati bilan qutlaqlaymiz. Hayitinglarga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu qitimqi programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Beijing Davlat amalliq o'g'da soqchilari Markaziy Millatlar Universitetining dotsenti İlham To'xtidin 18-qurultay mezgilida Beijingdan bir mezgil ayrilib turishini talab qilgan. İlham To'xtining oshkorlashicha, Davlat amalliq o'g'da soqchilari uning bilan choy so'kib o'tkazib, uni qurultay mezgilida boshqa joylarga sayohatga berishga taklif qilgan. Xitoy doiralari Kompartiya 18-qurultayning yetib kelishiga ergashib, Beijingda jiddiy bexatarlik tadbirlarini olgan. Beijingdan egalligan uçurlardan ma'lum bo'lishicha, bir oydan buyon Beijingdagi arzdorlar o'z yurtlariga qaytarib ketilib, Beijingdagi kishilik huquq aktivlari nazarband qilingan. İlham To'xtiga o'xshash sazgur deb qaralgan shaxslarning Beijingdan ketish talab qilingan. 1993-yili Aksil inqilobiy tashkilot qurish bilan ayblanib, 12 yillik qamoqqa hukm qilingan Kuchaliq Ataqlıq diniy zat Kerem Abduvalining salomatlik ahvoli uning oil tavobatini andishiga solgan. Uning oil tavobati chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro jamoatni uning hayotiy bexatarligi uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Kerem Abduvalining 12 yillik qamoq jazosi 2001-yil to'shqan bo'lsa-mu, lekin doirlar uning jazo muddatini 3 yillikdan 4 qitim orqa-orqadan uzartgan. Xitoyning bu qilmishiga norozi bo'lgan Kerem Abduvali bultur 9-oyning 24-kuni ochliq e'lon qilib, bu yil 6-oyga qadar jami 9 oy davom qildirgan. Xitoy doiralari uni okul orqali tomiridan oziqlantirib, hayotini saqlab kelgan. Ailesi uni oxirgi qitim ziyorat qilganda Kerem Abduvali o'ruqlab bir teri, bir ustixon holatiga tushib qolgan. Mutaxassislarning ilgari surishicha, Tangirtog' muz qatlamining erib ketishini odamlarning harakati keltirib chiqargan. Xalqaro putishma tog' tizimlari taraqqiyot markazining direktori David Molden iqlim o'zgarishidan qolsa qor karbon muz qatlamining erib ketishini keltirib chiqarayotgan asosli omil deb ko'rsatgan. Xitoy Palla Akademiyasiga qarashliq Tangirtog' muz qatlamini kuzatish punktining ilgari surishicha, yaqinqi 30 yildan buyon Tangirtog' muz qatlamining atrofidagi rayonlarda ko'mir elektr stansiyasi va ba'zi qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan zavodlar qurilgan. Mutaxassislar mazkur elektr stansiyasi va zavodlar qo'yib bergan chang to'zang va ko'mir kukundilarining muzga qo'nib quyosh nurining taftida muz qatlamini tez eritishga boshlaganligini bildirgan. Xinhua axborot agentligining xabar qilishicha, Tangirtog' 1-nomerlik muz qatlami har yili 4 metrdan tövallab mangan bo'lib, muz qatlami yaqinqi 52 yilda 15 metrni pizilgan. Xitoy amanliq doiralari Xotan aerodromida qo'yniga chaqmoq silib olgan bir Uyg'ur ayolni qo'lga olgan. Xinhua axborot agentligining oshkorlashicha, voqea o'tgan shanba kuni yuz bergan bo'lib, soqchilar Xotandan Urumchiga mangan bir Uyg'ur yo'lovchi ayolning yenini tekshirib, uning qo'ynidan chaqmoq tepib olgan. Xabarda bu ayolning ismi, kasbi, yurti, millati va boshqa jihatlardagi ahvoli tilga ilinmagan. U bexatarlik tekshirishidan o'tayotganda metal bayqash asbobi chelinib, soqchilarning uni aqtirganligi. Aqtirishda uning qo'ynidan chaqmoq va naq pul tepilganligini, shuning bilan uning darhol qo'lga ilinganligini bildirgan. Xitoy axborotlari yaqinda 6 nafar Uyg'urning Xotandan Urumchiga mangan bir yo'lovchilar aeroplanini bulg'anligini e'lon qilgandan keyin aerodromdagi bexatarlik amonlik tadbirlarini yana kuchaytgan edi. 11-avgust shanba kuni Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyati bilan Uyg'ur Amerika birlashmasi birlashib, Washington atrofidagi Uyg'urlarga iftor berdi. Iftorda vatandagi Uyg'urlarning diniy e'tiqodi og'ir cheklamaga uchrayotganligi o'tirg'a qo'yilib, Xitoy turmisidagi kishilik huquq xo'rlanayotgan Uyg'urlarga duo qildi. 12-avgust yakshanba kuni iftor vaqtida Washington atrofidagi Uyg'urlar yana bir yerga yig'ilib, bu yil universitetlarga qabul qilingan Uyg'ur o'quvchilarini uzatish cheyibadi. Shu kungi chayda yoshlarning o'z tirishchanligi bilan Uyg'urlarga shon-sharaf keltirganligini tabriklab, yangi avlod yoshlardan kutadigan umid va tilaklarini bildirishdi. Iftorda yana o'quvchilarga xotira guvohnomasi tarqatib berildi. Yakshanba kuni Kiriya nahiyasidagi Tibet chegarasidagi va Atush Maralbishi chegarasidagi rayonlarda yer tavragan. Yer tavrash markazi Kiriyaning Polo kentida bo'lib, Xitoy taraf Kiriyada 6,2 bal, Atush Maralbishi chegarasidagi rayonlarda 5,2 bal tavraganligini ilgari surgan. Biroq Amerika geologik tekshirish organi yerdagi
yer təvrəşni 6,3 bal, Atuş Maralbeshidagi yer təvrəşni bolsa 5,3 bal deb e'lon qilgan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, Keriyadagi yer təvrəşdə 1,000 mingga yaqin oila, 4600 dek kishi ofatga uchirgan, 350 kishi tarqoqlashtirilgan, nurg'un chorva mol o'lgan. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy doiralarining qutqizish xizmatini kechikib boshlaganligini tanqidlab, Xitoy doiralaridan xalqaro organlarning va chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining ofatga uchirgan rayonlarga yordam qilishiga yo'l qo'yishini talab qildi. Ikkinchi navbatlik Türk Turan qurultayı Vengriyaning Bugaj yezisida g'alabalik o'tkazilgan. 2 kun davom qilib 12 avgust oxirlashgan qurultayga 21 davlatdan vakillar qatnashgan bo'lib, qurultayning ochilish nutqini Vengriya parlamentining muavin boshlig'i Sandor Lassak apandi qilgan. Qurultayda qadimgi Hun madaniyati, bo'libmi qadimgi Hunlarning turmushi va urush mahorati jonliq holda tanishtirilgan. Bu faoliyatni Vengriya Turan birligi uyushtirgan. Turan birligining boshlig'i turkolog Adris Bero apandining aytishicha, bu qurultay o'tkazilgan maydonga O'rta Osiyo allaridan kelgan turkiy millatlarning 200 chidiri tikilgan bo'lib, 350 xil urush mahorati tanishtirilgan. Qurultayga Uyg'urlarga vakil bo'lib Germaniya, Qozog'iston, Angliya, Gollandiya, Shveysariya va Turkiyadan kelgan 20 dak kishi qatnashgan. Yaqında Angliya Macmillan nashriyati tarafidan Yangi Ipak yo'li nomli inglizcha kitob nashr qilingan bo'lib, asarda Xitoydagi musulmon xalq Uyg'urlar va Tunganlarning diniy e'tiqodi o'xshash bo'lsa-mu, lekin Xitoyning ularga farqli diniy siyosat yurgizayotganligi o'tirib qo'yilgan. Kitobning avtori Simfer Dorfer apandi xalqaro strategiya jamiyatining tadqiqotchisi. U ilgari Shotlandiya Xon jamiyati bankisining iqtisodiy ishlariga mas'ul vazifalarni o'tagan. Uning bu qitim nashr qilgan Yangi Ipak yo'li nomli kitobi jami 8 bob. Asarda avtor Xitoyning islom dunyosi bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda Xitoydagi musulmonlarni dastak qilib turib, o'zlarining ularga adil siyosat yurgizayotganligini ko'zir qilsa-mu, biroq Xitoydagi Uyg'urlardan boshqa musulmonlarning bu adil siyosatdan to'g'ri naf elayotganligini, ammo Uyg'urlarning bo'lsa besim va azob ichida yashayotganligini ilgari surgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.